Biz Farg'onaga ko'chib keldik. Albatta bu o'zimiz shaxsiy uyimiz emas, 3-4 oyga ijaraga uy oldik. Sababi 3-4 oydan keyin biz o'zimizni shaxsiy uyimizni sotib olmoqchimiz. Ayamga Muhammad Yusufni berdimda, o'zim ish qilishga tushib ketdim. Hamma ayolga tekkan kasallikmi yoki faqat mendami? Agar uy tozalamoqchi bo'lsam, hamma sredстволарim bo'lsagina ko'nglim xotirjam uyda ish qilaman. Bilasizlar, meni tanlovim Talalyuks mahsulotlari barakali, ham hamyonbop, ham sifatli. Anchadan beri uy uborka ishlarimda shu brendni ishlataman. Bu uyda 3-4 oyga ham qolmasdan chiqib ketmoqchi bo'lganligimiz sababli o'zim idish tovoqlarimni ochmadim. Shu yerdagi bor idish tovoqlarni yaxshilab tozalab, Talalyuks mahsulotlarida yuvib ishlatishga qo'yib qo'ydim. Talalyuks chistolini shunaqa zo'r ekan, ishonaveringlar. Piyoladagi qora ishlarni bittada shundoq artsam ketdi boru. Endi vaqt qilib shu qozonni ham antijirda bitta tozalab yuborsam oppoqqina bo'lib qoladi. Aytishinglar mumkin, nimaga Farg'onaga qaytib keldilar endi? Salonchilikka qiziqqanligim uchun xo'jayinim mayli salonchilikka o'qi, salon ochib beraman dedi. Shu sababli men eng ishongan masterim Farg'onada Anora Wedding salonida bo'lganligi uchun ham men Anora opamdan 2-avgustdan o'qishni boshladim. To'g'ri, salonni Toshkentda ochsa ham bo'ladi, lekin men o'zim katta bo'lgan ona yurtim Farg'onada ochgim keldi. Shu sababli xo'jayinimga aytsam, meni qo'llab-quvvatladi. Farg'onada 1 yil yoki 1,5 yil, uzog'i 2 yil yashaymiz. Shu bilan yana Toshkentga qaytib ketamiz. Sizlar menga obuna bo'lib, poddershkada bo'lsalaring, Xudo xohlasa salonchilikni o'rganib, salon ochib, o'zim ustimda ishlashda davom etaman. Meni kichkintoyimdan bo'lsa sizlarga yaxshi kayfiyat.